Qachongacha shunaqa noto'g'ri diagnoz qo'yishadi, men tushunmayman boru. Ozginagina kasal bo'lsa yoki ozgina yemirilish bor desa, odamlarni yotqizib qo'yishyapti. Xola o'zi yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Hozir yaxshiman. Men ko'rsatishdi. Ko'ksantiroz ham Grijaba deb diagnoz qo'yishdi, yumurtalarga tushdim. Bir doktorlarga ko'rsatdim. Turklar ham ko'rsatishdi, operatsiya deyishdi. Oyoqnimi? Oyoqni. Bu yerini operatsiya qilamiz, bir sharik qo'yamiz deyishdi. O'sha paytda og'riqlar bormidi? Ha, og'riq bor edi. Og'riq kuchli og'riq edi. Keyin endi kelib oyoqingizni qilamiz deyishdi. Yo'q, unga men rizo bo'lmadim. O'g'lim, farzandlarim ham rizo bo'lmadi operatsiyaga. Mana shu keyin bu yerda bir Toshkentda bir professor doktorga ko'rsatishdi. U harakat qilmang deyishdi. Harakat qilmang, harakat qilsangiz yurib bilmang qolasiz dedi. Noto'g'ri. Ay, yurib bilmang qolasiz dedi. Harakat qilmang dedi menga. Bir oy. Siz agar harakat qilmasangiz, o'tdagi mushaklar ishlamasa, o'tdagi mushaklar harakatga kelmasa, u battar yana spazmga, atrofiyaga olib keladi. Shu bo'yicha ham o'zi bir aytmoqchi edim sizga. Ya'ni undan oldingi bo'lgan og'riqlaringiz kuchliroqmidi? Kuchladi, og'riqlarim. Kuchladi. Mana bu yerga kelib. Xorazmdan keldingizmi, xola? Xorazmdan mana. Bugun nechinchi kuni? 3-chi bosqich 3-chi kuni. Ha, 3-chi o'sha kelishingiz 3-chi kuni. Shunday deb so'raymanlar, avval bir keldim, keyin ikkinchi, uchinchini 3-chi kuni. Qanaqa holatingiz? Oldingi holatingiz bilan hozirgi holatingizni qanaqa qilib taqqoslagan bo'lardingiz? Yaxshiman, og'riqim kuchli edi o'g'lim. Hozir og'riqlaringiz qoldi. Ha, og'riqlarim asta-sekin boridan qolyapti. Oldingidan juda yaxshiman. Damim qisib yotadi meni. Damim qisib, nafasim qisib yotgan edi. Hozir oldingidan ko'p marta yaxshiman, foyda topib turibman. Shu yerdan rahmat hammangizga. Endi o'sha doktor harakat qilmang degandan keyin siz harakat qilmaganingizdan keyin nima yana kasalliklar qo'shildi holatingizga? Ves yig'nadim, o'tirib. Ves yig'ish tabiiy, chunki siz ovqat yeganingizdan keyin agar harakat qilmasangiz, singmadi, oshqozonim ham og'ridi, qayta o'tirib qoldim uyda ko'ri. Qarang, og'rig'i hisobiga harakat qilmang degan, u oyoqniki spazm bo'lib turganligini hisobiga ham yana harakat qilmasa, yegan ovqati ham unaqa hazm bo'lmaydi harakat qilmaganning hisobiga. Oyoqda bo'lgan patologiya, problema ham harakat qilmasa o'zini normal holatiga kelmaydi. Mushak harakat qilmasa qanaqasiga yaxshi bo'ladi? Ves yig'ish bo'ladi, oshqozonda muammo bo'ladi. U yomon narsa, xola. Hepatozam deyishdi. 10 kun bu yerda Toshkentda politsiyada yotib chiqdim. Hepatozam bo'lib, men o'tiraverib 8 oy, 9 oy o'tirib. Sizga o'xshagan kasallarga, ya'ni sizni ko'rib turgan bo'lsa, shu yerdan turib nima deya olgan bo'lardingiz? Shunaqa diagnoz qo'yishgan bo'lsa. Menikidan kasallar bo'lsa, shu yerga kelsin. Hammalari yaxshi ekan, qizlar ham, sizlar ham. Foydasi deydi, yaxshiman. Yaxshi, salomat bo'ling. Yaxshiman, oldingidan ko'p yaxshiman. Bular tayoqda yurar edim. Ha, aytgancha. Hozir tayoqni mening bitta tashlayapman. Hassalari qani bularni? Hassalari yo'q. Hassiz yo'qmi? Tashladingizmi? Hassalarni endi tirdim, tasharman. Hozircha netkuribman. Yaxshi, sizga mukammal shifo bersin. O'zingiz ehtiyot qiling. Kelgan lecheniya olish, ya'ni muolaja olish mobaynida doktorlarimizdan aytgan narsasini qunt bilan qilishga harakat qiling. Xola, salomat bo'ling. Yaxshilikni ko'rishinglar, o'zingiz ehtiyot qiling. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar sizlar. Kasbkoringizdan barakat topinglar. Qizlarim ham katta rahmat. Inshora kelsinlar, mening dillar yaxshi bo'lib ketadi. Men ham yaxshi bo'lib ketaman deb umid etib turibman. Xudo xolasa, yaxshi bo'ling. Hammalaringizga doktorim ham rahmat berdi. Shu yerdan turib bitta narsani aytib qo'ygan bo'lardim. Doktorlar agar harakatsiz sizga yoting, dam oling, sizda yemirilish bor deyishayotgan bo'lsa, bu juda katta xato. Agar siz harakat qilmaydigan bo'lsangiz, o'tdagi mushaklar harakat qilinmaydigan bo'lsa, u og'riq, u holat patologiya, ya'ni kasallik yanada rivojlanib ketadi. Chunki agar harakat qilishda siz harakatingizda muammo bo'lsa, uni davosi yotib yoki pastelniy rejim emas. Unga kerakli bo'lgan muolajalarni, mushaklarni normallashtiruvchi bo'lgan muolajani, ya'ni kinezologik korreksiyalarni qilib turib, mashqlar qilsa, tez orada yaxshi bo'lib ketadi. Xolos, sizga o'xshagan kasallarimiz juda ham ko'p, yaxshi bo'lganlar. Endi hammasidan intervyu olishga, olmaslikka bizda ham vaqt bo'lmaydi, lekin sizdagi holat bo'yicha biz
oldik, vaqtingizga rozi bo'lasiz, o'zingiz ehtiyot qilasiz. Sizga o'xshab suvi yemirilishi bo'lgan kasallik 4-stependan 2-stepenga tushgan odamlar ham bor. Sizda ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Faqat shu etilgan narsalarni vaqtida qilib tursangiz bo'ldi, xolos. Rahmat, salomat qoling. Duo qiling bizning doktorlarning haqqiga. Kasbkorlaringizdan barakat topinglar. Biz xorazmcha so'zlaymiz. Sog' salomat bo'linglar. Shu mana bunday bizdan kasal bo'lib kelganlarga shuncha yordam berib turibsizlar. Sog' salomat bo'lib, umrlaringiz uzun bo'lsin. Hammasi yaxshi bo'lib duo qilib turibmiz. Sog' bo'linglar, umrlaringiz uzun bo'lsin. Amin. Rahmat bolam hammangizga. Qolgan kasallarga ham Alloh taoloning o'zi shifo bersin. Allohu akbar. Rahmat, xola, salomat bo'ling, o'zingiz qiling. Rahmat, sog' bo'ling bolam. Qachongacha shunaqa noto'g'ri diagnoz qo'yishadi, men tushunmayman boru. Juda og'riqli nuqtada, holat juda ham og'riqli nuqta. Ozginagina kasal bo'lsa yoki ozgina yemirilish bor desa, odamlarni yotqizib qo'yishyapti. Agar mushak harakatga kelmasa, mushakda harakat hosil bo'lmasa, u kasal tuzalmaydi. Battarlashib ketaveradi. Ana, harakat qilmang deb aytishdi-da menga. 7-8 oy o'tirib qoldim-da, divorda o'tiraverdim, yotaverdim. Harakat qilib, o'tirib turaverdim o'zim. Oldingi holatingiz bilan hozirgi holatingizni qanaqa taqqoslagan bo'lardingiz? Yaxshimi? Alhamdulillah. Salomat bo'ling, xola. Amin, amin. Aytganingiz kelsin.